Assalomu alaykum O'zbekiston, yaxshimisizlar? Mana hamma keyingi jangingiz qachon deb so'raysizlar. Mana jangim mana bo'ldi. 4-iyul Qozog'iston Almatada jangimiz bo'ladi. Kulashkadan janglar bo'ladi. IB promotion bilan nomard sammesi turnir qilyapti. Juda katta turnir bo'ladi 4-iyul kuni. Kontrakt keldi, kontraktga petitsiya qilamiz. Petitsiya qilib, duo qilib turinglar, balet qilib turinglar, meni bilasizlar. Jangim bilan meni tanigansizlar. Chiroyli janglar qilaman. Udarniklarni isbotlab kelamiz. Yana ham isbotlaymiz. Meni maqsadim bitta, O'zbekistonga kulashkani kamarini olib kelish. Sizlar balet qilib tursanglar, duo qilib tursanglar, inshaalloh O'zbekistonning udalarini ko'rsatamiz. Hammaga rahmat. Maqsad bitta, O'zbekistonimizni, vatanimizni bayrog'ini yuqoriga ko'taramiz. Hammaga rahmat, hammaga yaxshi nastroy, kasal bo'lmanglar, duo qilib turinglar. 4-iyul kuni chiroyli janglarni men sizlarga ko'rsataman. Mehnat qilamiz, sababini qilamiz, inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Hammaga rahmat.